erkagi bor uy. Nabi Jaloliddin. Darvozaxonadan irg'ishlab kirib kelgan bolakay uy yonida tarvaqaylab o'sib, tom ustigacha shoxlab ketgan kattakon o'rikning ostida erinchoqlik bilan timirskilanib yurgan targ'il mushukni ko'rib bir to'xtalib oldi. Keyin qo'lidagi sumkasini go'yo mushukning ustiga irg'itayotgandek qattiq siltadi va shu siltash asnosida og'zidan vahimali bir tovush chiqardiki, mushuk ham o'sha tovushga hamohang ravishda dodlab o'rikning 2 odam bo'yi keladigan shoxiga sakrab, bolaga hazling qursin deganday qarash qildi-da, boyvuchcha yurish bilan qing'ir qiyshiq shoxlar orqali tomga o'tib ketdi. Bola o'z qilig'idan zavqlandi. Aslida bu mushuk ularniki emas. Qayoqdandir paydo bo'lib qolgan u birovning e'tiboridan ozor topmagach, tomda makon topib, bola tuqqan va shu xonadonning salkam a'zosiga aylangan. Uydan chiqib kelgan ayasi ayvonda to'xtab, unga dakki bergan bo'ldi. "Mishiqni qiynamaginda o'g'lim?" Bolakay sumkasini erkalash bilan u yoqdan bu yoqqa siltab, sakragancha ayvonga, ayasi va so'rida o'tirgan xolasining oldiga ko'tarildi. "Assalomu alaykum. Keling xolajon", dedi ovozi jaranglab. "Va alaykum assalom. Odobi ham bor bu shumtakani", deb qo'ydi ayasi zavqi kelib. "Keldim, polvon. Qani?" Xolasi o'tirgan joyida so'rashish uchun kaftini ochdi. Bola o'z odaticha erkalik bilan xolasining kaftiga chars yetkazib, kaftini urdi-da, "Qalaysiz?" deb qo'ydi. "Ayajon", u sumkasini so'ri chetiga qo'yib, chaqnagan dumaloq ko'zlarini ayasiga tikkancha bidirlashga tushdi. "Badal buvaga salom beruvdim. Barakalla ota o'g'il, ilohim otangga o'xshagan yigit bo'lgin", deb duo qildi. Ayasining mehri edi. Mayus ko'zlari yoshlanganday yiltirab ketdi. "Barakalla o'g'lim", bolakayning boshini bag'riga tortdi. "Ilohim, Badal buvaning aytgani kelsin. U kishi dadang rahmatlini ja yaxshi ko'rardi-da", deya ko'ngli buzildi. Badal buva ularning 3-4 ta eshik naridagi qo'shnisi bo'lib, hamisha darvozasi oldidagi ixcham supada qo'lidagi bexishohidan yasalgan qo'lbola hassasiga tiranib, goh nimalarnidir pichirlab, goh o'tgan ketganga gap tashlab o'tirguvchi, soqoli qorday oppoq nuroniy chol edi. Chol hamma narsani bilguvchi, qishloqdagi har bir ishdan boxabar edi. Barcha o'z qilmishi uchun u kishidan hayqar, chunki chol aytadigan gapini haspo'shlab, ezg'ilab o'tirmas, dangal aytardi qo'yardi. Shundanmi qishloq ahli har bir voqea hodisa uchun orqa-borotdan bo'lsa-da Badal buvaning hukmini kutardi. Uning hukmi esa doimo adolatli bo'lardi shekilli, barchalari hamisha har bir ish uchun shu oqsoqolning munosabatini bilishga urinishardi. Hozir qishloqdoshlari nazdida oqilu dono bo'lgan otaxonni bolaning otasi haqida aytgan gaplaridan ayolning ham ko'ngli yumshagandi. Bolagay xolasining doimgiday olqishlari ostida kiyimlarini almashtirish uchun uyiga kirib ketdi. Sumkasini qo'yib, ko'ylagini yechirgan xolasining xavotirli bir ovozda qo'ng'irab gapirgani beixtiyor qulog'iga tushdi. "Ayvonchaga chiqdimi, shiqding qurg'ur?" so'radi xolasi ayasidan. Shundagina bola deraza orqali onasining holatiga e'tibor berdi. U anchagina g'amgin o'tirardi. "Bo'yning uzilgur, qo'li bilan imlab tashqariga chaqirdi ham. Ko'zlarini miltirashidan tuzukna mosidi ham shekilli, itdan bo'lgan." Bolakay endi derazaga yaqinroq kelib, ayasi bilan xolasining gaplarini diqqat bilan eshita boshladi. Uning murg'ak qalbi onasi bilan bog'liq biron ko'ngilsizlik bo'lganini sezgandi. Ayasi xijolatli ovozda sekin-sekin gapirardi. "Yer yutgur, 1-2 marta ishdan qaytayotganimda ham suzilib qarovdi. Salomlashib o'tganimni o'zicha tushungan shekilli-da. Kechqurun kirib birga yotaymi?" so'radi xolasi dalda beruvchi ohangda. "Qo'y, eringni g'ashi kiymasin tag'in. U etvachcha yana chiqar hali." "Bilmadim, Xudo saqlasin. Kechqurun dod solmoqchi ham bo'ldim, lekin mahalla ko'yidan nomus qildim. Baribir hamma ham to'g'ri tushunmaydi. Qaytaga mish-mish ko'payadi. Axir bolalarim bor. Hammasiga sabab uyimda erkagim yo'qligi. Erkagim bo'lsa-yu..." Ayasining ovozi chiyillab ketdi. Chamasi u yig'lab yubordi.
Bolakayning ham ko'ngli buzildi. Ayasiga juda rahmi kelib ketdi. Dadasini eslab o'ksindi. Shu hissiyotlar orqasidan kim bo'ldi ekan u odam deya o'ylab qoldi. Kechasi biznikiga kiradigan qaysi haram ekan? Hali u erkagi yo'q uyga kirarkanmi? Bizi uyni erkagi yo'qmi? Menchi? Yo'q ayajon. Biznikida ham erkak bor. Ha, bor ayajon. Bolakay endigina 5-sinfda o'qirdi. Ayni damda esa xuddi kattalardek fikr yuritar, ayniqsa ayasini xafa qilganlardan o'ch olish istagi uning tomiridagi qonni chinakam yigitlarnikiday olovlantirmoqda edi. Faqat kim bo'ldi ekan u it? Ha, mayli, kechqurun bilib olarman. Ko'rsatib qo'yaman men unga birovnikiga kirish qanaqa bo'lishini. U uylariga kirgan odam kim ekanligini ayasidan so'rashga uyaldi. O'zicha qat'iy bir qarorga keldi-da, shaxt bilan tashqariga chiqdi. Ayasi tovuq boqamiz deganidan keyin katak qilish uchun bir talay guvala quyib tashlagandi. Hozir ana o'sha yaqindagina qo'yilgan guvalalardan ikkitasini olib o'rik ostiga keltirdi. Bu orada xolasi chiqib ketarkan, "Hoy guvalachi, biznikiga ham o'tgan" deb qo'ydi erka bir ovozda. Uning qilayotgan ishiga e'tiborsiz nazar tashlab qo'ygan xolasi tugul, ayasi ham yosh bola o'ynayapti-da deya o'ylagandi xolos. U esa o'ynamayotgandi. O'z nazdida kechqurun bo'lajak jangga hozirlik ko'rayotgandi. Uning bolalik sho'xliklari yu shumliklari to'lgan miyasiga ayni damda tunda ularnikiga kirgan o'sha odam kim ekanligini bilish u haramining boplab adabini berib qo'yish xayoli o'rnashib qolgandi. Shu niyatda o'rik ostiga ikkita guvala olib kelgach, yana allaqayerlarni timirskilanib, ayasi bozordan piyoz va kartoshka tashiguvchi sun'iy ipdan to'qilgan xalta va arqon topib keldi. Guvalalarni xaltaga solib, arqonni beliga o'radi-da, tirmashib o'rik ustiga chiqa boshladi. O'rikning yirik shoxlari ham bir nechta bo'lib, ular qing'ir qiyshiq besunaqay. G'adir-budur tanasi qoraygan va dag'alligidan bolakayning nozik tanasini, hatto kiyimini ustidan-da shilib yuborguday edi. Odatda qari o'riklarning mayda shoxlari xuddi chakalakzor butalariga o'xshab bir-biriga chirmashib ketadi. Shuning uchun o'rikning barglari ham ko'p, ya'niki g'uj-g'uj bo'ladi. Bolakay qo'lidagi xaltani qurigan kichikroq butoqqa ilarkan, o'sha qalin barglar orasidan hovli etagidagi devorni ko'rish uchun biron tuynik axtardi. Biroq rostdan ham barglar shu qadar qalin ediki, qani endi devorni ko'rib bo'lsa. Baribir hovli tomondagi devordan oshib kiradi deya o'yladi bola. Darvoza tarafdan o'lsa ham o'tolmaydi. Shularni o'ylarkan, xaltani yana qo'liga olib, ehtiyotkorlik bilan uyning tomi ustiga egilgan yo'g'on shox tepasiga o'tdi. Aslida bu keksa o'rikning har bir shoxi tanish bo'lganidan bola uchun uning ustida yurish unchalik qiyin emasdi. Har yili o'rik pishig'ida bu o'rikning ustiga necha bor chiqib tushgan va shuning uchun qaysi shoxda oyoqni qayerga qo'yishni yaxshi bilardi. Hozirgi ehtiyotkorligi esa qo'lida yuki borligidan edi. O'sha shoxning o'rtasida, ya'ni hovlining etagidan keluvchi odamning aynan ustini mo'ljallab to'xtadi va xaltani yana butoqqa ildi. Belidagi arqonni yechib taxladi-da, uchi singan kalta shoxga bir bor aylantirib osib qo'ydi. O'rikdan tushib hovli tomonga o'tdi va devorning odam oshishi mumkin bo'lgan joyini chamaladi-da, o'z fikriga yana bir bor ishonch hosil qilgach, ortiga qaytdi. Endi uning birdan bir tashvishi tungi uyquni yengish edi. Ularnikiga kiradigan haligi noma'lum odam baribir yarim kechasidan avval kelmasa kerak. Chunki u ham xuddi o'g'rilar kabi bexatarroq paytni poylashi aniq. Ungacha esa bolakay dong qotadi. Eng alam qiladigani ham shu. Ko'pincha televizorda beriladigan kechki kinolarni rosa poylay endigina boshlanay deganda hatto singlisidan oldin uxlab qoladi. Bu tirmizak singlisi kichkina bo'lgani bilan kitob o'qishni, ayniqsa ertaklarni shunaqa ham yaxshi ko'radiki, katta uyga kirib olib o'qigan. Uxlaysanmi yo'qmi deya hatto ayasi ham pinakka ketib qoladi. Aytganday, ertakni esladimi? Qaysidir ertakda o'qiganmidi yoki singlisidan eshitganmidi, xullas undagi qahramonlardan biri kechasi uxlab qolmaslikning chorasini topadi. Bola o'z topqirligidan quvonib jilmaydi. Og'risa-chi
o'yladi keyin. Ha nima, uxlab qolmasa bo'ldi-da. Og'riqqa chidaydi. Axir u erkak kishi-ku. Bu uyning erkagi borligiga ayasini ishontirish uchun ham chidashi shart. Yotar payti ayasi singlisi ikkovining rangli qalamlarini taroshlab beradigan piskani doimgi joyi bo'lmish tokchaga yozilgan gazeta tagidan oldi-da ko'rpasiga kirdi. Ayasi chiroqni o'chirishi bilan yonboshlab chap oyog'ining tovonini ayvondan tushib turgan chiroq yorug'iga tutdi. Tishlarini bir-biriga qattiq bosib, piska bilan tovonining 2 enlik chamasi joyini tilib yubordi. U kutgancha og'rimadi. Qon chiqishini birpas kutib turdi. Hatto kesilgan-kesilmaganini tezroq aniqlash uchun barmoqlari bilan 1-2 uqaladi ham. Qon chiqishi hamon boya oshxonadan olib kirib qo'ygan tuzni jarohatiga bosdi-da, labini tishlab, ko'zlarini yumdi. Bir lahza o'tar o'tmas jarohati jazillab achisha boshladi. Bola emasmi? Bir muddat o'z maqsadini ham unutib to'lg'andi. Bilinar-bilinmas ingrandi. Bir oz bo'lsa-da og'riqni qoldirish uchun ko'rpa ostida turib jarohatini puflay boshladi. Ayasi hali uxlamagandi. Shu bois o'g'lining bezovtaligini payqadi. "Nima qilyapsan, bolam?" deya so'radi u o'rtadagi singlisi osha bo'ylarkan. Bola o'shandagina sergak tortdi. Shoshib o'zini o'ngladi-da, "Hech narsa", dedi xotirjam ovozda. Lekin baribir uyqu zo'r keldi. Oyog'ining achishishi pasaydimi yoki shunchalar toliqqanmidi, tez orada dong qotib uxlab qoldi. Ertalab ayasining ovozidan uyg'ondi. U odatdagidek "Maktabga kech qolasan", deya ketma-ket takrorlar va bu orada o'z yumushlarini ham bajarardi. Bolakay o'rnidan turib, eshik tomonga dastlabki qadamini qo'yishi hamon chap oyog'ining tovoni zirqirab ketdi va shundagina tundagi urinishlarini esladi. Og'riqni unutish uchun jarohatli tovonini ko'targancha tek turarkan, haligi odam kirmadimikan ishqilib degan o'y urildi miyasiga va uxlab qolgani alam qilib aftini tirishtirdi. Bir nimalar deya so'kingancha uxlab qolganiga go'yo oyog'i aybdorday tovonini polga ketma-ket qattiq bosdi. Endi og'riq unchalik sezilmasdi. Uy eshigidan chiqarkan so'rida o'tirgan xolasiga ko'zi tushdi. Yuvuqsiz holda u bilan ko'rishishga uyaldi-da, "Keling xola", degancha shoshib hovli tomonga yurdi. Xolasi beparvogina, "Ha, turdingmi polvon?" derkan, shu ondayoq jiyanini unutib, opasiga aytmoqchi bo'lib turgan gapida davom etdi. "Yaxshi, bugun chiqmabdi yer yutkur", dedi u ovoziga bir oz sirli tus berib. "Ajabmas, insof berib qaytib qadam bosmasa." Bolakay xolasining bu gaplarini uyning muyulishiga yetganda eshitdi. "Xayriyat, bu kecha chiqmabdi harami", deya xursand bo'lib yengil nafas oldi. Bola kun bo'yi kechqurun uxlab qolmaslik chorasini qidirdi. Hatto maktabda ham xayolidan shu narsa ketmay yurdi. Uxlab qolmaslik chorasini izlab bosh qotirgani sayin haligi odamning kimligini bilish ishtiyoqi kuchaygandan kuchayaverdi. Baribir adabini beradi u iflosni. Odatda ayasi kun bo'yi mayda-chuyda ishlar bilan tinim bilmaganidanmi, kechqurun 9 bo'lmayoq mudray boshlardi. Bu kech ayasining aynan shu odati bolakayga qo'l keldi. Ayasining charchaganini bahona qilib, kitobga muk tushgan singlisini ham tezroq yotishga qistay boshladi. Niyati nima qilib bo'lsa ham ayasiga sezdirmay ertaroq tashqariga chiqib olish edi. Bo'lmasa yana uxlab qoladi. Singlisini kitobdan ayirib uxlatguncha soat ham 10 dan o'tib ketdi. O'rnidan turib, yon boshlab olib, pinakka ketgan onasini uyg'otdi. "Chiroqni o'chirib yuboraymi, aya?" Bola chiroqni doimo ayasining o'zi o'chirishini va undan oldin katta uyga kirib, ko'ylagini almashtirib chiqishini juda yaxshi bilardi. Hozirgi so'rovi esa uning shunchaki bolalarcha hiylasi edi. Ayol uyqusirab o'rnidan turarkan, "Yotaver o'g'lim, o'zim o'chiraman", deb qo'ydi. Bola esa ayasining ko'zi tushishini mo'ljallab o'z ko'rpasiga kirdi. Ayasi katta uyga o'tishi bilan o'rnidan turib, hali o'rmoqlab qo'ygan to'shakni o'z ko'rpasiga xuddi odam yotganday qilib joyladi-da, asta yurib tashqariga chiqib ketdi. Ayasi katta uydan qaytib, u tomonga bir rov ko'z tashladi-da, yotganligiga ishonch hosil qilgach, eshikni ichkaridan zanjirladi va chiroqni o'chirib, joyiga yotdi. Bola iloji boricha tovush chiqarmaslikka urinib, o'rikka tirmashdi. Bizga tanish yirik shoxning arqon va guvala solingan, xaltalangan qismiga yetib, arqonni oldi. Bir qo'li bilan shoxni quchoqlab yotarkan, ikkinchi qo'li bilan
arqonni beli va yelkasi osha o'rik shoxiga qo'shib o'ray boshladi. Uning bu ehtiyotkorligi mabodo uxlab qolsa pastga qulab tushmaslik uchun edi. Arqonni o'rab bo'lgach, ikkinchi qo'li bilan ham o'rik shoxini quchoqlab qulayroq joylashib oldi-da, o'ng yuzini shoxning g'adir-budur tanasiga qo'ydi. Oradan qancha vaqt o'tdi bilmaydi. Bir mahal yelkasiga alla narsaning yengil urilishidan cho'chib uyg'onib ketdi. Bu tungi sanqishlaridan qaytayotgan xomda yashovchi daydi mushukning oyoqlari edi. U har kuni necha bor o'tguvchi, o'zi uchun yo'lak vazifasini o'tovchi shox ustida yotgan odamni payqab-payqamay sakrab yuborgandi. Bola uyg'ondi-yu, qayerda yotganini ilg'ay olmay, atrofidagi qorong'ulikdan yuragini bir lahza vahm bosdi. O'zining qayerdaligini eslagach esa dag'al o'rik shoxi botib, yuzi, yelkasi-yu ko'kragi va qo'l-oyoqlari uvishib qolganini sezdi. Ular shu qadar zirqirab og'rirdiki, bola emasmi? Uyqusi qattiqligidan bu azoblarni avvalroq his qilmagandi. U qo'llarining uvishganini yozishga urinarkan, tuyqus pastdagi odam sharpasini payqadi-yu, sergak tortib, o'zini bu yoqlarga eltgan maqsadini esladi. Pastdagi odam ayvonga yaqinlasharkan, bola uni tanishga urinib, qattiqroq tikildi. Bu sinfdoshi Shodi Manqaning dadasi-ku. Uylari bularnikidan 3-4 ta eshik narida. Voy traktor chalkashi. O'zi o'g'lini hamma manqa deb yermaklab yursa-yu, sen birovning uyiga kirasanmi? Ho, ablah alkash. Bu uning bolalarcha to'pora g'azab bilan g'o'ldirashlari edi. Bu orada Shodi Manqaning dadasi ayvon chetiga yetib, qo'lidagi mayda toshmi, kesaknimi ehtiyotkorlik bilan deraza oynasiga otardi. Derazaning 1-2 tiqirlashidayoq ichkaridan ayasining sarosimali yuzi xira ko'rindi. Tungi mehmon tuzukkina ichib olgan shekilli tebranib, qo'li bilan ayasini tashqariga imlay boshladi. Bola shu yerda turib ham ayasining uy ichida nima qilishini bilmay bezovta tipirchilayotganini sezib turardi. Shu bilan birga anavi alkash birovning uyida xuddi o'z uyida yurganday bemalol sanqishidan g'azablanar, qaniydi kattaroq bo'lsa-yu, uni bo'g'ib tashlashga ham tayyor edi. Baribir unga ko'rsatib qo'yadi birovning uyiga kirish qanaqa bo'lishini. U ehtiyotkorlik bilan yonidagi xaltaga qo'lini tiqdi. Guvalalardan birini oldi. Uni qo'lida mahkam ushlab olgach, hamon ayvon chetida g'imirlayotgan Shodi Manqaning dadasiga bir pas qarab turdi. So'ng keskin bir tomoq qirdi. Shodi Manqaning dadasi bir seskanib tushdi-da, shoshib o'zini qorong'iga olib, u yoq bu yoqqa olazarak alangladi. Bu bola uchun ayni muddao bo'ldi. Chunki u bolaning shundoqini ostida turardi. Bola qo'lidagi guvalani rosa mo'ljallab olgach, tungi mehmonning boshiga urdi. Hali yaxshi qurimagan guvala gurs etib uning boshiga tegdi va bo'linib ham ketdi. U dedi-yu yerga o'tirib qoldi. O'sha ahvolda bir pas pishillab turgach, oldiniga bir necha qadam emakladi. Keyin esa bukchayib gandiraklagancha hovlining etagiga yugurib ketdi. Bolakay o'zini shosha-pisha arqondan bo'shatarkan, bir paytning o'zida ayasini o'ylar, sho'rlik onai zora tashqaridagi gursa-gurslarni eshitib, yuragi yorilguday bo'lib turganini ham qalban, ham aqlan his etardi. Shu bois ham tezroq pastga tushishga, tezroq ayasining ko'ziga ko'rinishga urinardi. Chunki o'zining tashqarida, yanaki o'rik ustida ekanligini, ayasining hatto tushiga ham kirmasligini yaxshi bilar, illo ko'rpa ostidagi dumaloqlangan to'shak bu dunyodan bexabar pishillab uxlayotgan o'g'ilchasi misolida edi. Rostdan ham ayni zamonda uy ichida o'takasi yorilguday bo'lib titragancha deraza ortiga olazarak boqayotgan ayasi tashqarida nima bo'layotganini tushunmas, o'g'lining o'rniga qarash esa xayoliga ham kelmasdi. Qo'rquv ichida hamon deraza oldida turarkan, tashqaridagi qorong'ulik qaridan yorug' sari chiqib kelayotgan o'g'lini ko'rib tursa ham avvaliga payqamadi. Lahza o'tar o'tmas jilmaygancha ayvonga ko'tarilayotgan bolakay o'z o'g'li ekanini bildi-yu, "Voy o'lay!" deya bolasining ko'rpasi tomon tashlandi. Ko'rpani qayirib, o'g'lining o'rnida o'ralgan to'shakni ko'rgach, "Bolam!" deb salkam qichqirib yubordi. Entikib eshik sari otildi. Zanjirini tushirarkan, tilidan faqatgina "O'g'lim, bolam!" deya so'zlar uchar va shu bilan birga qo'rquvdan karaxtlangan miyasi bo'lib o'tgan voqeani tushunib borardi. Ular ayvon o'rtasida uchrashdilar. Bolakay hamon jilmayib turar, ayasi esa uni quchoqlab
yuz ko'zidan o'parkan yig'lar va hansirey so'zlardi. Aylanay, qo'riqchi bolamdan, uyimni erkagi bo'p qolgan bolamdan o'rgilay, uyimga darvoza bo'p qolgan o'g'lim meni. Ayol bu gaplarni dil-dilidan o'rtanib aytar va hozirgi ko'z yoshlari-yu o'rtanishlari ila beva ayollarga xos bir necha yillik alamlari, hatto ko'rgiliklari bag'ridan sidirilib chiqib ketayotganday edi. Borki armonlari, o'ksinishlari mana shu kichkinagina o'g'ilchasining bir necha daqiqalik jur'ati tufayli butunlay yo'q bo'lib borayotgandek edi. O'sha kunlarning birida bolakay yana maktabdan qaytardi. O'z supasida odatdagidek jilmayganday o'tirgan Badal buvaning ro'parasiga kelganda qoyillatib salom berdi. "Va alaykum salom", dedi otaxon ovoziga qoyil qolayotgandek tus berib. "Barakalla ota o'g'il, haqiqiy erkak." Bola yayragandan yayradi. Shu payt nariroqdagi darvozadan boshi bog'langan Shodi Manqaning dadasi tamaki tutatgancha chiqib keldi. Beixtiyor Badal buvaga ko'zi tushdi-yu, bir g'alati bo'lib oldi. Chamasi otaxonga ro'para kelishi uning xayolida ham yo'q edi. "Boshing tuzukmi ish qilib?" dedi Badal buva kinoyomiz ohangda. Traktorchi indamadi. Cholga norozi qiyofada bir qaradi-da, "Qaydanam chiqdim?" deganday siltanib ortiga qaytdi. Erkagi bor uyni devoridan oshmaginda", deb qo'ydi otaxon zarda bilan. Bu mahalda bola o'z darvozasidan kirib bormoqda edi. U ichkari kirib darvozani yopdi-da, yelkasi bilan ham itarib, zichlab qo'ydi. Shu payt ro'parasida o'ynayotgan singlisining oyog'i ostida o'rmalashib yurgan mushukka ko'zi tushdi. Lekin bola odatdagidek uni qo'rqitmadi. Unga qarab bilinar-bilinmas jilmayib, singlisining paxmoq sochlarini barmoqlari bilan yengil to'zg'itib qo'ydi. So'ng yelkalarini ko'tarib, u yoq bu yoqqa qaradi. Ayvondagi so'rida unga kulimsirab boqib turgan ayasi va xolasini ko'rib, ma'noli tomoq qirdi-da, mardona yurish bilan ular tomon yo'naldi.